$4000 boshlanish to'lovi bilan ko'ryapsiz 2020-yil Premier chiqib qoldi. Zo'r holatda mashina, kraskasi toza, sakadiska, besключевой достуp, slipoy zona, panorama lyuk. Mashinaning ichlarini ham qarang. 71000 yurgan. $4000 boshlanish to'lovi bersin uka deyapti. $4000. Qolgan to'lab ketaversin ham. Naqd pulga bo'lsa 18,5 ming desa, naqd pulga bo'lsa 18,5 mingga beraveraman dedi. Xo'p, mashinamizda propani bor, tayyor. Olasan, minasan degan mana. Tagida propan tabletkasi bor. Holati yaxshi, mashinaning baga bonusi yo'q ekan bagajda. Holati yaxshi, hech qanaqa rasxod yo'q. $4000 bilan 3 yilga Hamkorbankdan chiqarib yuborsa bo'laveradi. Tushunib oldingiz aka? Endi mana qarang, kapotni ochaman. Hala degani 1.5 motorlik, xudo xolasa Premier. Buni erkalat aka Premierdir ekan, lekin o'zi 1.5 lik zavodda tug'ilganda chiqqan. Kraskasi toza, ishlar shu navorot bo'lib 1.5 liga o'zgargan. 910 klimat kontrol, hamma narsasi. $4000 boshlanish to'lovi bilan akamiz aytayapti, 3 yilga chiqarib beraman deyapti. Like bosib qo'yamiz.